Prezident tomonidan qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida qonun imzolandi. Qonunga ko'ra, yer uchastkalarini xususiylashtirish ma'lum bir shakllarda amalga oshiriladi. Xususan, endilikda doimiy foydalanish, egalik qilish yoxud meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqlari asosida tegishli bo'lgan yer uchastkalarini yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan sotib olish, bundan tashqari yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali sotish mumkin bo'ladi. Qonun kuchga kirgach, O'zbekiston fuqarolari bo'lgan jismoniy shaxslar va O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bo'lgan yuridik shaxslar yer uchastkalarini xususiylashtirishi mumkin. Quyidagi yer uchastkalari xususiylashtirilmaydi. Xususiylashtirilmaydigan foydali qazilmalar konlari, davlat mulkidagi strategik obyektlar joylashgan yer uchastkalari, rejalashtirish sxemalari bo'lmagan hududlarda joylashgan yer uchastkalari, tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish, rekreatsiya maqsadlari va tarixiy madaniy maqsadlar uchun mo'ljallangan yerlar tarkibiga kiruvchi yer uchastkalari, o'rmon va suv fondlarining, shaharlar va shaharchalarning umumiy foydalanishdagi yerlari, xavfli moddalar bilan zararlangan va biogen zaharlanishga duchor bo'lgan yer uchastkalari, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari ishtirokchilariga berilgan yer uchastkalari. Qonun 2020-yil 1-martdan e'tiboran kuchga kiradi. Qonunga muvofiq yer uchastkalarini xususiylashtirish ixtiyoriylik asosida amalga oshiriladi. Ya'ni yuridik va jismoniy shaxslar o'z xohishlari va manfaatlaridan kelib chiqqan holda yerlarni xususiylashtiradi. Bunda yer uchastkalarini xususiylashtirishga majburlash taqiqlanadi.